Hop, baholashga keldik. Yo, shaxsiy qaydnoma yaratishga keldik. Avvalgi shaxsiy qaydnoma nomerini demak yuklab olamiz. Hozir Asomidinov 95 guruhga 95-21 to'g'rimi? 95-21 guruhdan demak talabani tanlaymiz. Biz 9-semestr fanlariga biriktirishimiz uchun barcha talabalar uchun mana shu amaliyot takrorlanadi. Men hozir bitta Asomidinov misolda ko'rsatsam, qaydnoma raqamini qo'yaman. Avvaliga qo'yilgan qaydnoma raqamini qo'yishimdan maqsad hozir tushuntiraman. Po'latov Bekzod Mannonovichga biriktiramiz, kredit bo'limi boshlig'i. Semestrimiz demak biz 9-semestrda biriktiramiz. 9-semestrda biriktiramiz. E'tibor qaratsak, mana shu joyda hamma mana 1 2 3 4 ta fanimiz turibdi. Mana shu 4 ta bo'lsa, bizda demak 9-semestrda kamida 40 ga yaqin fanni biriktirishimiz kerak. Bu 40 ta fan birdaniga mana bu joyini bossak biriktirilmaydi. Bu tizimning kamchiligi. Demak, tizimni aldash uchun biz avvalgi qaydnoma raqamini qo'yib turib, bironta fanni belgilab turib, saqlashni bosadigan bo'lsak, bu yerda demak bu raqam qaytarilgan degan yozuv chiqadi. Va mana shu raqamni keyin to'g'rilab kiritadigan bo'lsak, misol uchun 1631 misol uchun. Keyin demak barcha fanlarni tanlashni bossak, tizim demak aldanadi va barcha fanlarni tanlab beradi. Bizga hozircha endi hamma fanlari kerak emas. Bizga DAK kerak, harbiy tayyorgarligi va 6-semestrda harbiy tayyorgarlik kerak. Bitiruv malakaviy ish hozircha kerak emas. Diplom loyihasini qo'ydik uni o'rniga. Saqlaymiz. Mana shu tartibda demak 9-semestrda biriktirganimizda 40 tacha fan chiqadi. Mana shu 40 tacha fanga demak talaba xodimni biriktirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Bittasiga yozib olib, Boboni yozib qolganiga qo'ysak kelib chiqaveradi. Demak, buni saqlaganimizdan so'ng yana shaxsiy qaydnomaga qaytamiz va mana bu kelishishga yuboramiz. Kelishishga yuborgandan so'ng demak o'sha Po'latov tasdiqlagandan keyin, mas'ul rahbar tasdiqlagandan so'ng mana bu qismida demak yo'q joyi H ga o'zgaradi. H ga o'zgargandan keyin Boboni yozib o'zini profilidan kirsa, hozir men o'zimni profilimdan kirib ko'rsatib beraman. Misol uchun ko'rsatyapman. Men o'zimga hozir biriktirmadim, lekin mana xodim demak o'ziga biriktirgandan keyin o'zlashtirish qismiga kiradi va shaxsiy qaydnomani ochadi. Shaxsiy qaydnomani ochsa, mana shu joyda demak talabalarning baholari kelib chiqadi. Fanni ustiga bosamiz va mana bu joydan ballni kiritib, saqlab chiqib ketamiz. Shu tartibda demak baholar kiritiladi.